Assalomu alaykum. Bugungi mavzu ekonometrika fanning maqsadi, predmeti, vazifalari va modellashtirish bosqichlari deb nomlanadi. Hamda bu mavzu ekonometrika fanini o'rganish uchun birinchi mavzu hisoblanadi. Va bu mavzuni biz demak 3 ta reja asosida birgalikda ko'rib o'tamiz. Birinchi rejamizda ekonometrika fanning predmeti, maqsadi va vazifalari haqida gapiramiz. Ikkinchi rejada esa ekonometrik modellarning asosiy turlari haqida gapiramiz. Hamda uchinchi rejada iqtisodiy modellashtirish bosqichlari haqida gapiramiz. O'zi umuman olganda ekonometrika degani bu ekonomika va metrika, ya'ni iqtisodiyot va uni o'lchayman degan lug'aviy ma'noga ega. Hamda ekonometrika fanning o'zi statistik ma'lumotlar bazasiga asoslangan holda o'zaro aloqaga ega bo'lgan iqtisodiy hodisa va jarayonlarga miqdoriy xarakteristika beradigan fan hisoblanadi. Ya'ni ekonometrika albatta har doim statistik ma'lumotlar bazasiga tayanadi, asoslanadi. Ya'ni statistik ma'lumotlar bazasi agar yig'ilmagan bo'lsa, mavjud bo'lmasa, biz hech qanaqasiga ekonometrikadan foydalana olmaymiz. Va shu bilan birga albatta ekonometrika o'zaro aloqaga ega bo'lgan iqtisodiy hodisa va jarayonlarga miqdoriy xarakteristika beradigan fan hisoblanadi. Ya'ni agar biz o'rganayotgan hodisa va jarayonlar o'zaro aloqaga ega bo'lsagina biz ularga miqdoriy xarakteristika bera olamiz. Misol uchun, demak, korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotning demak, mahsulotga bo'lgan talab, aytaylik, narxga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar korxonada ishlab chiqarayotgan mahsulotga narx ta'sir qilsa, demak, narx va korxona mahsulotlariga bo'lgan talab bu o'zaro aloqaga ega bo'lgan iqtisodiy hodisa hisoblanadi. Yoki aytaylik, raqobatchilar narxi ta'sir qilishi mumkin talabga. Ya'ni korxona mahsulotlariga bo'lgan talabga shu korxonaning raqobatchilarining narxi ta'sir qilishi mumkin. Yoki aytaylik, masalan aytaylik, o'sha aholining daromadi ta'sir qilishi mumkin. Aholi daromadining kamayishi yoki ko'payishi korxona mahsulotlariga bo'lgan talabning o'sishi, kamayishiga olib kelishi mumkin deylik. Umuman olganda ekonometrika bu aslida ko'p adabiyotlarda 3 ta deyiladi, hozirgi kunda esa 4 ta fanning sintezidan iborat. Ya'ni ekonometrika bu iqtisodiyot nazariyasi, matematika, statistika va albatta hozirgi kunda endi axborot texnologiyalarining sintezidan iborat. Majoziy ma'noda aytsak, demak, bitta qozonga iqtisodiyot nazariyasi, matematika, statistika va axborot texnologiyalari fanlarini solib bir yaxshilab qaynatsak, albatta bu majoziy ma'noda aytilyapti. Shunda ekonometrika fani paydo bo'ladi desak ham bo'laveradi. Yoki boshqachasiga aytganda, ekonometrikani bilish uchun, ekonometrik modellarni qo'llay bilish uchun bizaga mana shu 4 ta fan haqida yaxshigina bilimlar talab qilinadi. Xo'p, endi fanimizning predmeti haqida gapiramiz. Ekonometrika fanining predmeti bu ommaviy iqtisodiy hodisalar va jarayonlar hisoblanadi. Ya'ni ekonometrika ommaviy iqtisodiy hodisalar va jarayonlarni o'rganadi, ularni tahlillar asosida xulosalar qilish uchun demak imkoniyat beradi. Fanimizning maqsadi iqtisodiy qonuniyatlarni miqdoriy aniqlash hisoblanadi. Ya'ni ekonometrika bu aniq gapiradigan fan. Misol uchun iqtisodiyot nazariyasi aytishim mumkin. Iqtisodiyot nazariyasida narxning oshishi, ma'lum bir mahsulotning narxining oshishi shu mahsulotga bo'lgan talabni kamayishiga olib keladi deydi. Bu iqtisodiyot nazariyasi shunaqa tushuntiradi. Ekonometrika esa aytadi, ma'lum bir mahsulot narxining $1 yoki 1000 so'mga oshishi shu mahsulotga bo'lgan talabni aytaylik 5
foizga kamayishiga olib keladi deb aniq sonlar bilan, miqdorlar bilan gapiradi. Shuning uchun ham fanning maqsadi bu yerda aytilyapti, iqtisodiy qonuniyatlarni miqdoriy aniqlash hisoblanadi deb aytilyapti. Hamda ekonometrikaning asosiy vositasi bu matematik model hisoblanadi. Ya'ni demak, ekonometrika qurol sifatida matematik modellardan foydalanadi. Ya'ni mehnat quroli, mana dehqon aytaylik ketmondan, lopatkadan, traktordan foydalanadi, yoki boshqa kasb egalari ham xuddi shunday o'zini vositasi bor. Ekonometrika fanining esa demak quroli yoki vositasi, asosiy vositasi bu matematik model hisoblanadi. Endi shu o'rinda modellar haqida gapirib ketish kerak bo'ladi. Hamma sohaning ham o'zini modeli bo'ladi. Masalan aytaylik, geografiya fani o'qituvchisining agar xonasiga kirsak, biz bu yerda globus xaritalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shu globus bu demak yer sharining kichraytirilgan modeli hisoblanadi. Yoki xarita ham xuddi shunday. Va demak har qanday kasbning, har qanday sohada qo'llaniladigan o'zini modellari bo'ladi. Masalan, biologiya sinfiga kiradigan bo'lsak, bu yerda biz demak turli xil skeletlar, hayvonlarning skeleti, kerak bo'lsa odam skeletini ko'rishimiz mumkin. Bu demak o'sha biologiya o'qituvchisining fanining modellari hisoblanadi aytaylik. Yoki ximiya xonasiga kirsak ham, demak o'sha turli xil kislorod, vodorod va hokazolarning atomlari, sharikchalar va simlar bilan ulangan maktabda o'rgatadi, ko'rsatadi. Demak aytadi, bitta atom, ikkita proton va hokazolardan iborat deb, mana shu model hisoblanadi. Umuman olganda hamma sohani ham o'zini modellari bor, modellardan foydalaniladi va modellar har doim ham kichraytirilgan bo'lishi shart emas, kattalashtirilgan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun, mana koronavirusni biz ko'chalarda rasmini ko'ramiz. Dumaloq sharga o'xshagan, demak tikanchalari bor. Mana shu virus demak bir necha milliard marta kattalashtirilgan holatda bizga namoyish qilinadi. U ham o'shani modeli desak bo'laveradi. Ayrim holatlarda yer sharini globus desak, globusni yer shari demak kichraytirilgan shakl desak, demak unda biz yer sharini bir necha marta demak kichraytirilgan holatda ko'ramiz. Yana shu o'rinda aytishimiz kerak, modelga qanchalik ko'p vaqt, kuch, mehnat sarflab model yaratilsa, u shunchalik bizaga demak foydali bo'ladi. Ya'ni savol tug'iladi-da, mana model nima uchun kerak o'zi? Biz model borligi uchun ko'plab savollarga javob topa olamiz. Misol uchun aytaylik, hozirgi kunda geografiya fanida o'sha axborot texnologiyalarini qo'llagan holda deylik, ko'plab astronomiya va hokazo fanlarining yutuqlaridan foydalangan holda hozir virtual modellar yaratilgan. Ya'ni kompyuterda ko'ramiz, o'sha quyosh atrofida aylanayotgan 9 ta planeta aytaylik va shu bilan birga yer planetasi, bu yerda yer atrofida aylanayotgan oy misol uchun. Bu yerda albatta bunaqa modellar yasash uchun juda ham ko'plab insonlarning uzoq vaqt mehnati ketgan. Ya'ni bu yerda quyoshning o'lchami, razmeri, ya'ni yerning o'lchami bu yerda va quyoshdan har bir planetaning o'lchami, quyoshga nisbatan qanchalik katta kichikligi va quyoshdan har bir planetagacha bo'lgan masofalar inobatga olingan. Shu bilan birga har bitta planetaning aylanish, harakatlanish tezliklari inobatga olingan va mana shunga o'xshagan juda ham ko'plab parametrlar inobatga olingan holatda demak hozirgi kunda elektron o'sha video ko'rinishida yoki demak bizada modellar mavjudligini hammamiz bilamiz. Va mana shunaqa modellarni yaratilishi hozirgi kunda ko'plab savollarga demak javob topish imkoniyatini beradi. Ya'ni masalan aytaylik, olimlarimiz bizga oldindan ayta oladi, qachon oy tutiladi, qachon kelajakda aniq aytadi. Masalan 2026-yil deydi, misol uchun 1-avgust kuni demak quyosh va yer planetasi orasida o'rtasida oy turib qoladi, ya'ni oy tutiladi
va bunda uning soyasi deylik misol uchun Toshkent shahriga tushadi va bu jarayon mana shu soat, mana shu daqiqadan toki mana shu soat, mana shu daqiqagacha davom etadi deb oldindan aniq aytadi. Va kuzatib borsak, haqiqatdan ham shu jarayon aynan o'sha aytilgan vaqtda sodir bo'ladi. Bu albatta o'sha modellarning yaratilganligi va mana shu modellar yaratilganligi sababli, demak, ko'plab savollarga javob topa olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki o'sha oy yerimizning tabiiy yo'ldoshi yerga yaqinlashgan payt tortish kuchi bo'ladida va dengizlardagi suvlar ko'tariladi, sathi ko'tarilib, demak, to'fonlar bo'lishi mumkin, tayfunlar, suv toshqinlari va biz bularni ham o'sha model yasalganligi sababli ham, demak, oldindan ayta olamiz. Lekin albatta bunaqa modellar yasash o'zi bo'lmaydi, ya'ni bu uchun katta mehnat, vaqt, kuch sarflanadi tabiiy ravishda va bular real hayotda juda ham asqotadi. Va albatta nafaqat kelajakdagi, balkim o'tmishda sodir bo'lgan, demak, hodisalar haqida ham xulosa qilish imkoniyati bo'ladi agar model yasalgan bo'lsa. Ya'ni olimlarimiz aytadi, bundan necha yuz yil yoki necha ming yil oldin, deylik, o'sha quyosh tutilgan yoki oy tutilgan, uni soyasi aynan qayerga tushgan va u qancha davom etgan, shuni biz bemalol ayta olamiz. Va tarixchilardagi o'sha tarixiy manbalarda bu narsani yana ko'rib, o'sha qadimgi odamlar bu jarayonni qanaqa qabul qilganligi yoki ma'lum bir boshqa tarixiy voqealar bilan bog'langanligini ko'rib xulosalar qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi modellar haqida yetarlicha gapirdik. Endi iqtisodchilar uchun model qanaqa? Iqtisodchilarning ham o'zini modeli bor, biz aytdik. Demak, barcha sohani modeli bor dedik. Iqtisodchilar uchun model bu jadval ko'rinishida, grafik ko'rinishida yoki formula ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ya'ni iqtisodchilar ishlatadigan modellar 3 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ular jadval ko'rinishida, formula ko'rinishida yoki aytganimizdek grafik ko'rinishida bo'lishi mumkin. Umuman iqtisodiyot sohasida faoliyat yuritadigan har bitta inson albatta bulardan kundalik ish jarayonida doim foydalanadi va bularning har birining o'zini o'rni bor. Masalan aytaylik, dollar kursini biz ko'rsatgan paytda bizga eng qulay usul, tushunarli vizuallashtirish imkoniyati bo'ladigan, demak, usul bu grafik usuli hisoblanadi. Ya'ni biz grafikka qarab dollar kursi vaqt o'tishi bilan oshib boryaptimi yoki tushib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu bir oy davomida qanaqa va yil davomida qanaqa yoki oxirgi 10 yil davomida qanaqa o'zgarishlar sodir bo'lganligini biz grafikdan bemalol ko'ra olamiz. Lekin biz aytaylik, o'sha dollar kursini o'zgarishini jadval ko'rinishida ko'rsatsak ham bo'laveradi. Ikkita ustun qilib, birinchi ustunda aytaylik sanalar, ikkinchi ustunda esa dollarning narxi, 1 dollarning qancha turishi, ya'ni kursi. Lekin jadval ko'rinishida, demak, taqdim etganda albatta biz dollar kursini qanaqa o'zgarayotganligini ko'rishimiz qiyin bo'ladi, ya'ni tushunishimiz qiyin bo'ladi. Lekin jadvalni ham o'zini o'rni bor. Masalan aytaylik, oddiygina misol uchun aytaylik, oliy ta'lim muassasalari maktablarda dars jadvalini biz jadval ko'rinishida namoyon qilsak, demak, bu nima bo'ladi? Ancha tushunarli bo'ladi. Umuman olganda, mana shu dars jadvali ham aslida bu model hisoblanadi. Ya'ni o'quv jarayonining modeli. Nechta guruh borligi, qaysi guruh necha kun o'qishligi, har kun necha para dars o'tilishi, qaysi xonada o'tilishi, qaysi fan o'tilishi, soat nechidan nechigacha davom etishi va hokazo juda ham ko'plab ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Va xuddi shunday formulani ham o'z o'rni borki, demak, u formulani o'rnini joyiga kelganda jadval yoki grafik bilan, demak, to'ldira olmaymiz, ya'ni o'rnini bosa olmaydi. Shunday qilib, iqtisodchilar uchun model bu jadval ko'rinishida, grafik ko'rinishida va formula ko'rinishidagi modellar ekan. Albatta, keyingi darslarimizda bularni aniq misollar bilan ko'rib o'rganib boramiz. Hamda keyingi slaydimizga o'tamiz. Endi ekonometrika fanining bir necha
xil vazifalari bor. Ya'ni amaliy maqsadlariga ko'ra ekonometrika o'rganilayotgan tizimning holati va rivojlanishini belgilaydigan ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi bilan shug'ullanadi. Ya'ni bu nima degani? Prognoz degan so'zni biz eshitganmiz. Ayrim adabiyotlarda prognoz so'ziga bashorat deb perevod qilingan joylari bor, tarjima qilingan joylari bor. Lekin prognoz so'zini prognozligicha qo'llaganimiz ma'qul. Albatta, prognoz bu demak o'zbekcha emas deyishimiz mumkin, lekin kerak bo'lsa qadim zamonlardan beri o'zbek, ya'ni turkiy tillardan Yevropa boshqa tillar ham bizdan ham ko'plab so'zlarni o'zlashtirib olgan. Masalan, hammamiz bilamiz, algebra so'zi Al-Xorazmiy bobomizni Al-Jabr al-Muqobala asarining nomi, yoki Ibn Sino, Avitsenna va hokazo ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Shuning uchun ham demak prognoz so'zini bu meni shaxsiy fikrim, prognozligicha aytganimiz ma'qul. Prognoz o'zi nima? Prognoz bu katta ehtimollik bilan sodir bo'lishi kutilayotgan hodisa. Katta ehtimollik bilan sodir bo'lishi kutilayotgan hodisani biz prognoz deymiz. Umuman olganda mana prognozni aniqlash uchun ham ekonometrika o'rganiladi-da. Ya'ni demak prognoz bu kafolatli, garantiya beriladigan hodisa emas. Bu katta ehtimollik bilan sodir bo'lishi kutilayotgan hodisa. Mana masalan rus tilida prognoz pogody deydi. Ya'ni o'zbekchaga biz ob-havo bashorati deb perevod, ya'ni tarjima qilmaymiz-ku. Demak biz aytamiz ob-havo ma'lumoti deymiz. Mana shu ob-havo ma'lumoti aynan prognozga misol bo'la oladi, yaxshigina misol bo'la oladi. Ya'ni ob-havo ma'lumoti haqida gap ketganda bizaga ob-havoni ma'lumotini aytadi. Masalan, bir yilda 365 kun bo'lsa, shunda har necha oyda bir marta xato prognoz berishi mumkin. Ya'ni ertaga yomg'ir yog'adi deydi, biz yomg'irni kutamiz. Aynan o'sha ertasi kuni hech qanaqa yomg'ir yog'may qolishi mumkin. Yoki teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ertaga quyoshli bo'ladi degan payt birdaniga qayerdandir bulut chiqadida yomg'ir qo'yadi. Ya'ni bu prognoz, ya'ni o'sha meteo tashkilotlar katta ehtimollik bilan sodir bo'lishi kutilayotgan hodisani bizga aytadi. 365 kun davomida bir yilda bizaga ob-havo ma'lumoti berilganda gohida har necha oyda bir, kelinki bir yil davomida 2-3 marta, 4 marta xato prognoz berishi insonlar uchun, jamiyat uchun ob-havo ma'lumotiga bo'lgan qiziqishni kamaytirmaydi. Chunki biz bilamizki, to'g'ri, bu tashkilotning prognozi goh xato chiqishi mumkin, lekin juda ham ko'p holatlarda bu nima bo'ladi? To'g'ri chiqadi. O'sha uchun ham 2-3 kunga begona chetroq boshqa shaharga bormoqchi bo'lsak, albatta demak ob-havosini ko'ramiz, ya'ni prognoz qanaqa ob-havo ekan u yoqda deb demak aniqlab olamiz. Chunki prognoz bu hozir aytganimizdek kafolatli ma'lumot emas. Yuqori katta ehtimollik bilan sodir bo'lishi kutilayotgan hodisa bu prognoz hisoblanadi. Umuman olganda iqtisodiyotda, ya'ni iqtisodiy sohada qarorlar qabul qilishda albatta har doim biz ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishimiz kerak. Ilmiy asoslangan qaror degani bu aynan o'sha prognozlar, ya'ni avval iqtisodiy jarayonning modelini yasab va model yordamida prognozni aniqlab turib va undan keyin esa o'sha prognoz asosida qaror qabul qilishimiz tavsiya qilinadi. Umuman rivojlangan mamlakatlarda doim hamma sohada aynan demak prognozlarga asoslangan holatda qarorlar qabul qilinadi. Xo'p. Endi yana bundan tashqari, prognoz berishdan tashqari bu butun tizim holatiga eng kuchli ta'sir ko'rsatadigan parametrlarni aniqlash uchun tizimning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishining mumkin bo'lgan variantlarini demak modellashtirish. Ya'ni albatta bu o'sha hozir yuqorida modellashtirish haqida ancha gapirdik.
demak o'sha butun bir tizimni yoki holatni, demak butun tizim holatini o'rganish uchun o'sha holatni modelini yasash bilan ham shug'ullanish bu bizani ekonometrika fanimizni asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Endi iyerarxiya darajasi bo'yicha, ya'ni demak ekonometrika nafaqat mikro, balkim makro, shu bilan birga mezo, ya'ni o'rtacha va mikro darajadagi hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar barchasini, demak barchasi bilan shug'ullanadi. Ya'ni makro darajada hal qilinadigan vazifalari bu butun mamlakat, kerak bo'lsa butun dunyo bo'yicha, demak ma'lum bir jarayonlarni modellashtirib va prognozlar asosida butun jahon iqtisodiyoti uchun qabul qilinishi kerak bo'lgan qarorlarda ham prognozlar berishi mumkin bemalol. Mezo darajadagi, ya'ni bu o'rtacha darajadagi hal qilinadigan vazifalar, ya'ni butun bir tarmoq, soha yoki hududlar darajasida, ya'ni demak regionlar deymiz, mana shular darajasidagi muammolarni ham hal qilaveradi. Va albatta mikro darajada, ya'ni demak o'sha bitta korxona, kerak bo'lsa bitta oila, bitta firma darajasidagi masalalar, muammolarni ham hal qiladi. O'rganilayotgan iqtisodiy tizim muammolarini hal qilish sohasiga ko'ra, umuman olganda umumiy qilib iqtisodiyotning barcha sohasida qo'llaniladi desak ham bo'laveradi. Ya'ni bu yerda bozor masalalari, ya'ni narx, demak narxlar indeksi, inflyatsiya bilan bog'liq masalalar, investitsiyaviy, ijtimoiy moliyaviy siyosat, buni ham aytdik, demak o'sha investitsiyalar, moliya, demak dollar kurslari, demak ularning o'zgarishi bilan bog'liq, narxlarni shakllantirish, bu bozor bilan bog'liq joylari, ya'ni narx bilan bog'liq, taqsimot, demak qancha miqdordagi qanaqa resursni qaysi hududga taqsimlasak optimal bo'lishligi, aytaylik, talab va iste'mol, demak o'sha qayerda talab, demak qancha iste'mol borligi va uni kelajakda, deylik misol uchun demografiya, O'zbekiston aholisi qanaqa bo'ladi, 2030-yilga borib necha kishi bo'lish kutilyapti, aytaylik qancha ish o'rni bo'lish kerak, yaratish kerak, qancha demak uy-joy, qancha ish o'rnini aytdik, demak qancha elektr energiya iste'mol qilinadi, qancha maktab, bog'cha, qancha o'qituvchi kerak va hokazo. Umuman jamiyatimizni, iqtisodiyotimizni barcha tarmoqlari va sohalaridagi muammolarni hal qilish uchun, demak ekonometrika iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida foydalaniladi. Va bu yerda albatta yozib qo'yibdi, alohida muammolar to'plami, ya'ni va hokazo boshqa har qanday muammoda biz ekonometrikadan foydalanib, demak prognozlar asosida qarorlar qabul qilamiz. Endi umuman olganda kursimiz davomida demak ekonometrik modellarning bir nechta turlari bilan tanishamiz va ekonometrik modellarning asosiy turlarini biz katta 3 ta guruhga ajratganmiz. Bularni bo'limlar desak ham bo'laveradi. Demak, birinchi turi bu bir tenglamali regressiya modellari. Bularni albatta umumiy holatda hozir aytib ketamiz, lekin umuman olganda bularni o'sha birma-bir tanishgan payt yana ham yaxshiroq tushunish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunday modellarda odatda belgilab olinadigan erksiz yoki natijaviy o'zgaruvchi, ya'ni biz buni odatda y harfi bilan belgilaymiz, hamda x1, x2, x3 va hokazo xn ko'rinishidagi omillar yoki erkli o'zgaruvchilarga ega funksiya ko'rinishida ifodalanadi. Ya'ni y teng, masalan y bu korxona mahsulotiga bo'lgan talab deylik, x1 esa omillarni, x1, x2, x3 va hokazo xnlar bular omillar, ya'ni x1 masalan narx bo'lishi mumkin, x2 deylik raqobatchi narxi, x3 deylik iste'molchilarning o'rtacha daromadi, aytaylik x4 masalan yana nima, masalan reklamaga qilingan xarajatlar, x5 va hokazo, ya'ni boshqa omillarni ham demak o'rganishimiz, kiritishimiz mumkin. Umuman demak y harfi bilan biz erksiz yoki erksiz o'zgaruvchi yoki natijaviy o'zgaruvchini belgilaymiz va x1, x2, x3 va hokazo xnlar bilan esa demak o'sha y ga ta'sir qiluvchi omillarni belgilab,
olib, demak, shu ko'rinishlarda bir tenglamali regressiya modellarini yasaymiz. Va bu yerda aytishimiz mumkinki, bir tenglamali regressiya tenglamalarining juda ko'plab ko'rinishlari mavjud va ular bilan biz darslarimiz davomida tanishib boramiz. Keyingi bo'limimiz bu vaqtli qatorlar modeli deb nomlanadi. Model o'zida natijaviy miqdorning vaqt o'zgarishidan yoki vaqtning boshqa momentlariga taalluqli o'zgarishlaridan bog'liq ravishda o'zgarish aloqadorligini aks ettiradi. Ya'ni biz vaqtli qatorlarni o'rgangan paytda vaqt ta'sirida o'zgaradigan, demak, iqtisodiy jarayonlarni o'rganamiz. Masalan, bu aholi soni bo'lishi mumkin demografiyada, ishsizlar soni, bandlar soni, kerak bo'lsa dollar kursining o'zgarishi bo'lishi mumkin, yoki elektr energiya iste'moli vaqt o'tishi bilan, aholi o'sishi bilan, demak, yoki o'sha mavsum ob-havo ta'sirida vaqt o'tishi bilan elektr iste'moli turlicha bo'lishi mumkin va hokazo. Mana shunga o'xshagan, demak, modellarni o'rgansak, bu yerda biz bularni vaqtli qatorlar deymiz. Yana bularni boshqacha qilib dinamik qatorlar ham deb aytiladi. Dinamik qatorlar, vaqtli qatorlar, bular chambarchas bog'liq tushunchalar. Va bu bo'limni o'rgangan payt vaqtli qatorlarni nima deydi, aniq misollar bilan birgalikda o'rganamiz. Va 3-bo'limimizda biz tenglamalar sistemasi ko'rinishidagi modellarni o'rganamiz. Bunday modellar o'zaro bog'liq regressiya tenglamalari sistemasi bilan tasvirlanadi. Bu juda yaxshigina katta bo'lim, ya'ni bir-biriga bog'liq bo'lgan tenglamalar, regressiya tenglamalari aniqroq aytsak, sistemasi bilan tasvirlanadi. Ya'ni ko'pincha iqtisodiy ma'lum bir jarayonlarga ta'sir qiluvchi ikkinchi bir ta'sir kuchi ham o'zgaruvchi bo'ladi. Masalan, aytaylik, o'sha aholi sonining oshishi vaqt o'tishi bilan, demak, elektr energiyasini iste'molini oshishiga olib keladi. Lekin elektr energiyasini iste'molini oshishi bitta tenglama bilan belgilansa, bu yerda bitta ta'sir qiluvchi omil bu aholi soni bo'lsa, aholi sonining o'zi ham, demak, vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Ya'ni bu yerda, demak, mana birinchi aytganimiz xlarning o'zi, ya'ni omillarni o'zi ham qaysidir formula asosida hisoblash imkoniyati bo'lsa va ularni bir-biriga bog'lab biz sistema tuzsak, buni biz tenglamalar sistemasi ko'rinishidagi modellar deymiz. Va shu bilan birga tenglamalar sistemasi ko'rinishidagi modellarga misol sifatida optimallashtirish masalalarini ham keltirishimiz mumkin. Ya'ni chiziqli programmalashtirish masalalari deb aytadi. Bularni albatta umumiy holatda aytish, ular haqida tasavvur hosil qilish qiyinroq. Bularni albatta asta-sekinlik bilan o'rganib boramiz va aniq misollar bilan ko'rganimizda yaxshiroq tushunarli bo'ladi albatta. Hamda endi keyingi tushuncha bu iqtisodiy modellashtirish bosqichlari. Iqtisodiy modellashtirish bosqichlari, demak, umumiy holatda 7 ta bosqichdan iborat desak bo'ladi. Bu yerda birinchi bosqich masalaning quyilishi. Modellashtirish jarayonida, demak, birinchisi bu masalaning quyilishi. Ya'ni buni endi men ko'pincha o'sha qurilish misoli bilan tushuntiraman. Ya'ni biz qurmoqchimiz. Nima qurmoqchimiz o'zi? Nima? Demak, aholi yashaydigan ko'p qavatli bino qurmoqchimizmi? Maktab qurmoqchimizmi? Yoki oliygoh qurmoqchimizmi? Yoki madaniyat saroyi qurmoqchimizmi? Nima qurmoqchimiz? Birinchisi masalaning quyilishi. Va ikkinchi bosqich, birinchi bosqich albatta oson, ancha masalani qo'yilishi, ya'ni nima qilmoqchimiz, maqsadimiz nimadan iborat, nima, qanaqa hozir aytganimizda, endi keling o'sha keyingi bosqichlarni ham qurilish jarayoni bilan bog'lab tushuntirish qulayroq bo'ladi. Demak, nima qurmoqchimiz, qaysi yoki jarayonni o'rganmoqchimiz. Demak, ikkinchi bosqichda modellashtirishgacha mavjud bilimlarni shakllantirish deyapti. Ya'ni modellashtirishgacha mavjud bilimlarni shakllantirish deylik. Xususiy oliy ta'lim muassasasi qurmoqchi bo'lsak,
Xo'p, bizgacha boshqalar buni qanday qilib qurgan, necha qavatli qilib qurgan, nechta xonasi, qancha har bitta xonani demak qancha metr kvadratdan ajratgan, balandligi qanaqa bo'lgan, qanaqa xonalar buni ichiga kiritilgan, ya'ni modellashtirishgacha mavjud bilimlarni shakllantirish, mana shu demak qanaqa variantlarimiz bor qurish bo'yicha deylik. Albatta keyingisi bu modelning umumiy ko'rinishini tanlash. Demak, biz qurmoqchi bo'lgan oliy ta'lim muassasasi, universitet deylik, qanaqa ko'rinishga ega bo'lishligi haqida qaror qabul qilish. Demak, uni necha qavatli qilib quramiz, necha kvadrat metr maydonga quramiz, har bitta sinfning hajmi, aytaylik, o'lchamlari qanaqa bo'ladi, bu yerda nimalar o'z ichiga oladi, oshxonasi bo'ladimi, u necha metr kvadrat, necha kishiga mo'ljallangan bo'ladi, sport zali, basseyni kerak bo'lsa madaniyat, ya'ni aktiv zal deymiz, shunaqa joylari va hokazo, hammasiga aniqlik kiritib olamiz. Ya'ni modelning umumiy ko'rinishini tanlab olamiz. Xo'p, endi keling biroz o'zimiz sohaga bog'lasak. Demak, modelning umumiy ko'rinishi qanaqa bo'ladi u? Demak, ko'p omilli regressiya bo'ladimi yoki bir omilli bo'ladimi? Agar ko'p omilli bo'lsa, yana qanaqa bo'ladi? U chiziqlimi, eksponentalimi yoki darajalimi yoki giperbolikmi deylik, yoki parabolik ko'rinishda bo'ladimi? Mana shu demak modelning umumiy ko'rinishini tanlash. Albatta oxirgi aytgan fikrlarim balkim unchalik tushunarli bo'lmagandir. Umuman olganda demak modelning umumiy ko'rinishini tanlab olinadi. Shuning uchun ham aynan qurilish sohasi bilan bog'lab tushuntiryapman, ko'pchilikka tushunarli bo'ladi. Keyingisi statistik ma'lumotlarni yig'ish, ya'ni 4-bosqichda biz endi o'sha maqsadimizdan kelib chiqib statistik ma'lumotlarni yig'ish. Albatta bu ancha mehnat talab qiladigan bosqich hisoblanadi. Statistik ma'lumotlar yig'ish qurilish sohasi bilan majoziy ma'noda tushuntiradigan bo'lsam, endi biz o'sha g'isht, armatura, ugolnik deymiz, sement va hokazolarni yig'ish desak ham bo'ladi. Majoziy ma'noda aytyapmiz albatta. Iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda albatta biz kerakli bo'ladigan statistik ma'lumotlarni yig'ish. Statistik ma'lumotlarni biz kuzatish orqali, eksperimentlar o'tkazish orqali, so'rovnomalar orqali ham demak yig'ishimiz mumkin. Va hozir bu fikrlarga birozdan keyin qaytamiz. Va keyingisi identifikatsiya. Identifikatsiya degani endi qurilish bilan tushuntiryapmiz. Mana shu binoni qurib yasab demak o'sha boshida misol tariqasida oldik. Biz demak universitet qurmoqchimiz, oliy ta'lim muassasasi. Demak mana shu universitetni yasash demak, yaratish, yasash, qurish. Iqtisodiy jarayonlar bilan aytsak, demak o'sha modelni formula ko'rinishida yaratish, yasash. Ya'ni uning parametrlarini aniqlash deb ham aytamiz. Biz hali keyinchalik o'rganamiz buni. Demak, binoni qurish yoki modelni yasash. Mana yasadik. 5-bosqichda yasadik. 6-bosqichda tuzilgan modelni baholash. Qurilish bilan tushuntiraman dedim. O'sha bino haqida gapirar ekanmiz. Xo'p, endi bu bino qanchalik yaroqli bu? Bu o'sha joyda oliy ta'limni demak tashkillashtirishga yaroqlimi? Buni masalan aytaylik, yorug'lik darajasi qanaqa, xonalar isitish tizimi qanaqa, bu binoning zilzilaga chidamliligi qanaqa, bu bino qurilgan binoning korroziyaga qanchalik chidaydi deylik, yomg'irga, shamolga qanchalik chidamli bu va hokazo. Demak mana shu binoni endi nima qilamiz? Demak sinovdan o'tkazamiz. Ya'ni haqiqatdan ham bu shu joyda o'quv jarayonini tashkil qilishga yaroqlimi yoki yo'qmi? Xuddi shunday modellarni iqtisodiy jarayonlar uchun model yasalganda ham yaratilgan, ya'ni tuzilgan model endi baholanadi. Buning uchun bizda demak instrumentlarimiz bor, ya'ni biz bularni mezonlar deb ataymiz odatda. Bular bilan ham hali asta-sekin tanishib boramiz. Ya'ni o'sha mezonlar yordamida, ya'ni o'sha qo'limizdagi instrumentlar yordamida biz o'zimiz yaratgan modelimizni endi sinovdan o'tkazamiz. Unga baho beramiz. Bu haqiqatdan ham yaroqlimi? U modeldan foydalanishga arziydimi yoki yo'qmi degan ma'noda. Hamda oxirgi 7-demak bosqich bu model natijalarini iqtisodiy talqin qilish. Ruschasiga interpretatsiya deydi. Ya'ni endi agar haqiqatdan ham model yaroqli bo'lsa foydalanishga, demak endi buni modeldan olinadigan natijalarga
iqtisodiy talqin, ya'ni interpretatsiya qilish, ya'ni uni deylik iqtisodiy jihatdan demak bizni kelajakda nima kutayotganligini demak tushunib, har bitta modeldagi sonni, raqamni mohiyatan anglab, unga iqtisodiy mazmun berish va o'shandan kelib chiqib turib, demak kelajak uchun iqtisodiy jarayonlarda qarorlar qabul qilishda foydalanishdan iborat bo'ladi. Umuman olganda mana shu demak 7 ta bosqichdan iborat iqtisodiy modellashtirish bosqichlari. Endi yana qisqacha mana bu yerda statistik ma'lumotlar yig'ish bilan bog'lab, demak ikki og'iz gapiramiz. Umuman modellashtirishga bag'ishlanadi keyingi fikrlarimiz. Umuman olganda insoniyatni agar biron bir muammosini hal qilish paytida umuman iqtisodchilar ish jarayonida har doim turli xil muammolarni hal qilishga to'g'ri keladi va mana shu muammolarni hal qilish paytida albatta rahbarlar, iqtisodchilar demak muammolarni hal qilish uchun savollarga javob topishga to'g'ri keladi. Va bu savollarni demak qayerdandir izlab topishga harakat qiladi. Deylik, kitoblardan izlaydi, internetdan izlaydi. Kelingki, hozirgi kunda juda demak urfga aylangan, ya'ni modaga aylangan o'sha ChatGPTdan so'raydi. Albatta savollar javobini topsa yaxshi, lekin odatda biz bilamiz, rahbarlar, iqtisodchilarning muammosi individual, ya'ni umumiy yechimlar odatda to'g'ri kelmaydi-da, deylik. Xo'p, keyin yana demak javobini topa olmagandan keyin aytaylik, yana nima qilish mumkin? Yana o'zidan kattaroq insonlardan maslahat so'raydi, tajribali insonlardan maslahat so'raydi-da. Javob topsa yaxshi, topa olmasa nima qiladi endi? Demak, mana shu javobni o'zi topish kerak bo'ladi. Va bu javob topish uchun insoniyat har doim qanaqadir savolni javobini hech qayerdan topa olmasa, u savolni, muammoni yechimini topishni 3 xil usuli bor. Demak, birinchisi bu mantiqiy usul. Masalan, oddiy misol aytaman. Masalan, xonadoningizga siz kattaroq televizor olib keldingiz. Endi bu televizorni demak qayergadir o'rnatishingiz kerak xonaga. Va bu uchun demak sizda joy yo'q. Demak siz nimadir qilishingiz kerak, yoki mebellarni o'rnini almashtirasiz, yoki surasiz, demak yaqinroq qilib, jipsroq qilib joylashtirib, o'sha deylik televizorga joy ajratasiz va muammoni yechimini topasiz. Ya'ni siz bu holatda mantiqiy fikrlab turib, o'zingizni muammoyingizni yechdingiz. Ya'ni bu mantiqiy yechish usuli hisoblanadi. Bu mantiqiy usul. Birinchi usuli shu. Xo'p, ikkinchi usuli esa bu demak empirik usul deydi. Empirik usul degani bu demak o'sha turli xil tadqiqotlar, tajribalar, sinovlar, o'lchashlar, eksperimentlar, so'rovnomalar o'tkazish orqali demak muammoyingizni yechishga harakat qilasiz. Ya'ni yechimi hech qayerda topilmagan muammoni. Xo'p, endi umuman olganda tadqiqotlar, masalan aytaylik, yangi avtomashina ishlab chiqildi, yaratildi. Xo'p, endi buni tormozlanish yo'li qancha? Tormozni bosganda deylik, bu qancha masofada to'xtaydi deylik. Va siz buni aytaylik eksperimentlar orqali aniqlashingiz mumkin. O'lchab, kuzatib, demak tajriba o'tkazib. Hamda demak insoniyatga ma'lum bo'lgan muammolarni hal qilishning 3-chi usuli bu intuitiv usul hisoblanadi. Intuitiv usul bu demak intuitsiya, ya'ni ma'lum bir masalani, muammoni juda uzoq davrda agar o'sha haqida faqat o'ylab yursangiz, oxirida o'sha muammoni yechimi ko'pincha keladi va biz buni ayrim holatlarda ilohiy bir bilim deb ham aytamiz. Misol uchun, mana Arximed Evrika deydi, Evrika, ya'ni o'sha shoh tojini oltindan yasalganmi yoki boshqa metal qo'shilganligini aniqlash uchun Arximedga saroyga olib keladi. U o'z davrining mashhur olimi, bilasizlar, keyin unga vaqt beradi, 1 oy qanchadir,
va demak o'sha muddat tugaguncha Arximed demak topish kerak bo'ladi, ya'ni aniqlash kerak bo'ladi tojni haqiqiy yoki soxta ekanligini. Va tojni o'lchaydi, uni vazni bor, o'lchash mumkin va uni hajmini bilmasdan turib demak uni haqqoniy yoki soxta ekanligini aniqlash imkoniyati bo'lmaydida. Va bu tojni hajmini aniqlashi demak uzoq o'ylaydida, uzoq o'ylab yechimini topmagandan keyin demak o'zini joniga qasd qilmoqchi bo'lib o'sha vannani suvdan to'ldirib o'sha yoqqa o'zini demak vannani ichida solib demak cho'ktirib o'lishga tayyor bo'ladida. Va oxirgi lahzada vannaga cho'kkanda, kirganda vannadan suv demak qancha bir miqdorda suv toshib chiqishi uni miyasiga birdaniga aynan o'sha demak qancha hajmli narsa suvga kirsa shuncha hajmli miqdordagi suv chiqishi miyasiga keladida. Va saroy bo'ylab evrika 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 deb baqirib dodlab yurgandan keyin demak o'sha shoh olib kelib uni nima bo'ldi desa, hamon topdim, tojingizni demak soxta yoki haqqiyligini aniqlash yo'lini topdim deydi. Buni hammamiz eshitganmiz. Yoki Nyutonni boshiga olma tushishi bilan bog'liq va Nyutonni boshiga olma tushishi uni demak yerning tortishish qonunini aniqlaganligini ham bilamiz maktab programmasida. Aytmoqchi bo'lganimiz, iqtisod umuman ilmiy tadqiqotlarda aynan statistik ma'lumotlar bazasini yig'ib turib va ular asosida modellashtirib turib, mana ko'pchilik PhD boshqa dissertatsiyalar qiladi. Mana shu yerda aynan demak biz empirik, odatda empirik demak tadqiqot usullaridan foydalanamiz. Ya'ni biza foydalanadiganimiz tadqiqot usullarida demak va PhD boshqa dissertatsiyalar yozishimiz aynan o'sha empirik demak tadqiqot usulidan foydalanib demak ma'lum bir savollarning javobini topishdan iborat bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganimiz, modellashtirish, iqtisodiy modellashtirish bu nafaqat aytaylik iqtisodchilar, balkim ilmiy tadqiqot ishi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan insonlar uchun ham juda ham dolzarb masala hisoblanadi. Qaysidir ma'noda o'sha qilinayotgan ilmiy tadqiqot ishining endi majoziy ma'noda aytsak yuragi hisoblanadi, asosiy qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham bu modellashtirish jarayonini o'rganish juda ham demak hozirgi kunda muhim masala hisoblanadi. Umuman olganda biz nazariy jihatdan demak ekonometrika fanini o'rganishni boshlab oldik va keyingi darslarimizda biz aniq misollar bilan keyingi mavzularda modellar nima, ular qanaqa ko'rinishga ega, ularni biz qanaqa qilib aniqlaymiz, mana bular haqida gapirib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.